Kimyo xalqaro universiteti haqiqatdan iqtidorli talabalarni ko'rsatishni biladi. 2003-yilda Samarqand viloyati Samarqand shahrida tug'ilganman va bizni oilamiz o'qituvchilar oilasi bo'lishgan. Biz uchun ham ko'proq o'qishga qiziqtirish maqsadida har xil to'garaklarga, har xil tillarga berishni boshlaganlar va men birinchi avval ingliz tilini o'rgandim. Aynan 3 yil, 4 yil mobaynida, lekin ingliz tilida kelajagimni ko'ra olmadim. Sababi ingliz tiliga juda ham talab kuchli va shunga yarasha kadr ham juda ham ko'p. Aynan koreys tilini tanlashimga sabab mana shu bo'ldi va koreys tilida kelajagimni ko'rdim. Aynan koreys tili o'qituvchisi sifatida ishlashni xohladim. O'qishga birinchi borgan kunim koreys tilida hatto salomlashni ham bilmas edim. Hech narsani bilmayman, faqat ingliz tilida o'qiganman. Ingliz tili bilan hujjat topshirib, ingliz tili bilan sertifikat bilan o'qishga kirganman. Va birinchi darsda shunday kelishgan, aynan koreys o'qituvchilar bizga salom berishgan, koreys tilida gapirishni boshlashgan. Menda esa bu ozroq stress bergan, chunki men koreys tilida bitta harf ham bilmayman. Va o'qituvchi, koreys tili o'qituvchimiz biz ozroq bo'lsa-da ingliz tili va o'zbek tilini bilganligi uchun bizga sekin-sekin koreys tilini o'rgatishni boshlagan va bu borada shunaqangi ko'p qiziqib ketganman. Undan oldin ham koreys dramalari, koreys qo'shiqlarini eshitib yurganman, lekin tushunmasdim. Shunchaki qiziqish uchun eshitardim, lekin xayolimda Koreyaga borish, Koreyada o'qish menda umuman plan bo'lmagan. Faqatgina o'qishga kirganimdan keyin, koreys tilini o'qishni boshlaganimdan keyin bu qiziqish juda ham ortib ketdi va koreys tilida o'qib, yaxshi rivojlanib, aynan Koreyaga borib o'qishim kerakligini tushundim. O'zbekistonda universitetda grantni o'qiganimdan so'ng, men 2-kurs vaqtimda aynan 3-kursni birinchi semestrini Koreyada o'qish uchun hujjatlar yig'ishni boshladim va aynan menda maqsad grant asosida o'qish, asosiysi Koreyaga kelib bilim olish edi. Shu sababli o'qishda ko'proq harakat qilib, ko'proq yutuqlarga erishish, faqat koreys tilida emas, balki boshqa yo'nalishlarda ham ko'proq grantlar, ya'ni yutuqlarga erishib, birgalikda hammasini topshirdim. Ota-onam esa bunga qarshi bo'lishmadi, har doim qo'llab-quvvatlashdi. Nima bo'lsa ham mayli, chet elda o'qisang, shunchaki seni qo'llab-quvvatlaymiz, borib o'qishing kerak degan xulosaga kelishdi va men ham ko'proq harakat qilib universitetga topshirdim. Birinchi Hanyang universitetiga topshirdim. Hanyangda aniq men o'qishni juda ham xohladim, lekin kontrakt juda baland edi va men qo'rqdim yaxshi grant ola olmasligimdan, chunki hamma har xil olardi. Lekin Hanyangda ham hujjat topshirib ko'rdim. Hujjat topshirdim. Aynan Hanyang universitetidagi o'qituvchilar O'zbekistonga borib, O'zbekistondagi talabalar bilan yuzma-yuz gaplashdi, suhbat bo'ldi. Suhbatdan ham o'tdim, lekin aynan kontrakt meni qo'rqitganligi uchun Gachon universitetini tanladim va Gachon universitetini tanlaganimdan so'ng menda grant yaxshi berishdi, ya'ni 70% grant chiqarib berishdi menga va 70% menga juda ham yoqdi, chunki unaqa katta summa emas, 30%. Shu uchun aynan Gachon universitetini tanladim. Hujjatlarimizni sentyabr, oktyabr oylarida topshirgan bo'lsak, martning 5-kunida men Koreyaga uchib keldim va ungacha men faqat Koreyani K-dramalarda, ya'ni kinolarda ko'rganman, har xil blogerlar orqali kuzatganman, lekin haqiqiy Koreya muhitini his qilib ko'rmaganligim uchun men umuman boshqacha tasavvur qilganman. Aynan Koreyaga kelganimda menda birinchi kunda bo'lgan narsa bu haqiqiy Koreyani ko'rganman, ya'ni men 2 yil koreys tilini o'rganganman, lekin shunday kelib aeroportda gapiryapman. Farqni sezyapman. Ya'ni haqiqiy real koreys tili bilan kitobiy koreys tili ancha farqligini va koreyslar juda ham qisqa so'zlardan ko'proq foydalanganligi uchun men eski olgan ma'lumotlarimni emas, endi boshqatdan koreys tilini o'rganishimni tushunib yetganman va Koreyaga kelganimdan keyin bizada o'sha vaqtda muammo bo'lgan, ya'ni yotoqxonaga registratsiya vaqtini o'tkazib yuborganmiz va registratsiya qila olmasdan qolganmiz. Demak, bizada yotoqxona yo'q va yotoqxona yo'q bo'lgandan keyin menda qo'rqish bo'lgan. Ketishdan oldin men borsam, uy topa olmay qolsam nima qilaman? Ya'ni qanaqa universitetga boraman? Qayerda yashayman degan narsa bo'lgan, lekin bu yerda o'zbeklar bor, yordam beradigan. Aynan o'zbek talabalar uchun universitetimizda ham va umuman o'zbeklarga qaraydigan insonlar ham bor, ya'ni o'sha talabalarga va ular uy topib berishda yordam berishgan. Uy topib sal uzoqroqda bo'lgan, lekin qatnab o'qishimga to'g'ri kelgan. Kimyo xalqaro universiteti menga bitta plyus tarafi yoqadi. Aynan iqtidorli talabalarni ko'rsatishni bilishadi. Men boshqa universitetlarda ham ko'rganman. Aytadi, mana shu ish bilan borsam 10 soatlar, 5 soatlar qolib ketgan, bir kunlab kutib qolib ketgan vaqtlarim bo'lgan. Aynan
o'qituvchilarni yoki kerakli insonlarni. Yo'q, bizda unaqa emas. Bizda shunchaki xonani aniq bilasiz, qaysi o'qituvchi qaysi xonada o'tiradi yoki aynan dekan qaysi xonada o'tiradi. Shunchaki ishingiz bilan borib o'sha vaqtda bitirib chiqa olasiz. Kimyo xalqaro universiteti haqiqatdan iqtidorli talabalarni ko'rsatishni biladi. Ya'ni siz harakat qilsangiz, ko'proq o'zingiz ustingizda ishlaydigan bo'lsangiz, grant ham ola olasiz. Hozir stipendiya chiqdi, yangi o'sha stipendiyani bemalol olishingiz mumkin. Ya'ni harakat qilsangiz, bemalol ola olasiz. Ya'ni bu yerda ortiqcha hech qanaqa nima deydi, qo'shimcha narsalar yo'q demoqchiman. Ya'ni qo'shtirnoq ichidagi narsalar yo'q. Bemalol agar harakat qilgan odam hamma narsaga erisha oladi. Shu tarafi menga yoqadi. Koreyada yashash faqat o'qish degani emas. Shu narsani ham bilaman. Chunki men to'g'risini aytaman, Koreyada yashaganingizdan keyin xarajatlar juda ko'p bo'ladi va u uchun agar siz grantda o'qisangiz ham baribir uydagilaringizdan pul olishingiz kerak. O'zbekistondagi vaziyatda, ya'ni misol uchun 5 milliondan 10 milliongacha topadigan vaziyatda sizga har oy kimdir $1000 yuborishi bu nerealniy narsa. Shuning uchun men o'sha narsani o'ylaganman, ya'ni men Koreyaga bordim. Demak, Koreyada o'qish uchun faqat o'qish emas, o'qishni ham eplashim kerak, lekin qo'shimcha ish ham bo'lishi kerak. Chunki qo'shimcha ishsiz hamma qiynaladi. Hamma uyidan har oy $1000 ola olmaydi, chunki uydagi sharoit bor. Talabalar uchun 20 soatgacha ishlash mumkin va darsdan tashqari qo'shimcha ish qilaman. Bu esa menga juda katta yordam beradi. Aynan ota-onamdan pul olmasdan turib, bu yerdagi yashash xarajatlarimga bemalol yetadi va undan tashqari dars o'taman. Aynan koreys tilini O'zbekistondagilarga o'rgataman. O'sha orqali ham, ya'ni daromad topaman va bu Koreyada bemalol yetadi. Qo'shimcha ish ham kerak. Lekin bu tarafni plus minus taraflari ham bor. To'g'ri, plus tarafi qo'shimcha daromad olganingiz bilan minus tarafi shuncha vaqt siz ish uchun ajratishingiz kerak vaqt. Lekin inson o'ziga bog'liqligini tushundim. Ya'ni faqatgina ishlash bilan ishga berilib ham ketish kerak emas. Ya'ni o'qishni, misol uchun, shuning uchun o'qishni ham o'z vaqtida eplash kerak, ishni ham o'z vaqtida. Mayli 20 soat ishlasa haftasiga yokida undan kamroq ishlasin, o'ziga yetsin, lekin o'qishni ham tashlab qo'ymasligi kerak. Ya'ni talabalarni muammosi Koreyadagi bu ochiqcha aytish mumkin, juda ko'pchilik ishga berilib ketadi. Ya'ni kuniga 10 soatlab ishlab, o'qishga kuchi yetmay, uxlab qolib yoki darsga kelmaydigan holatlari va ko'p dars qoldirish evaziga baholar tushib ketadi. Bu esa aynan Koreyadagi o'zbeklar uchun ta'sir qilishi mumkin. Chunki men o'zim ham bu sharoitni bilaman-da. Men o'zim ham ota-onamga pul yuboraman. Oilada 3 ta qizmiz va bizda ota-onamga pul topib beradigan erkak kishi yo'q. O'zlari ham yaxshi pul topishadi. Misol uchun adam ham yaxshi pul topadi, $1000 ga yaqin, oyim ham o'qituvchi yaxshi topadi. Lekin baribir farzandi xohish bo'ladi ota-onasi uchun nimadir olib berish. Misol uchun chetga chiqarish. Bu faqatgina erkak kishida emas, ayol kishida ham, qizlarda ham bo'ladi. Misol men juda ham xohlayman. Qo'shimcha puli shundoq qo'shimcha puli chiqadimi? Qo'limda bormi? O'zimga kerak emas, misol uchun o'zimda ortiqcha bor, oyimga yuboraman. Oyi ishlating. Yo'q, kerak emas, sen studentsan, sen talabasan, senga kerak emas bu narsa. Sen hozir faqat o'qi. Yo'q, men o'qishimni ham eplayapman, lekin ishimni ham qilyapman. Chunki men o'zimga nimani ravo ko'rsam, ota-onamga ham baribir ravo ko'rishni xohlayman. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, insonda xohish bo'lsa, hammasini harakat qiladi, hammasini to'g'rilay olish kerak. Faqat xohish bo'lish kerak. Faqat o'sha dangasalikni yenga olish kerak. Bu esa katta turtki bo'lgan narsa. Insonga hammada har xil. Misol uchun menga ota-onam qo'shimcha ishlash bilan birgalikda o'qishni birga olib ketish to'g'ri qiyin. Ya'ni aynan qiyin emas, faqat aktiv talaba bo'lish qiyin. Ya'ni hammasida faol bo'lish qiyin. Lekin uni ham harakat qilsa bo'ladi, chunki universitetimizda har xil konkurslar bo'ladi, har xil festivallar bo'ladi. Ishoning, hatto ularga ham vaqt topaman bemalol. Shuning uchun men ko'p ta'sir qiladi deb o'ylamayman. To'g'ri, charchoq bor, charchoq bo'ladi baribir, chunki ishlab o'qigandan keyin, lekin uni yengib ketsa bo'ladi. Misol uchun, ertalab uyg'onish to'g'ri qiyin, ishlab kelgan odamga yana 4 soat, 5 soatdan keyin uyg'onish qiyin, lekin bitta uyg'onib bo'lgandan keyin bu kunni qanaqa o'tkazish o'zingizga bog'liq. Ya'ni kunda energiyali bo'lib o'tkazsa ham bemalol bo'ladi demoqchiman 4 soatdan keyin ham. Kuniga 4-5 soat uyqu bu normal uyqu emas. Universitetda dars vaqtida uxlab qolgan vaqtingiz bo'lgan? Biror marta bo'lmagan. Biror marta uxlab qolgan vaziyatim bo'lmagan. Chunki keyingi semestrda 4 ta fan olish uchun bu semestrga 7 ta fan olganman. 7 ta fanni eplash Koreyada juda qiyin. Ya'ni 4 tani eplagan odam, 4 tani yaxshi baho olgan odam bu normali uverendagi, normali
balans ushlaydigan odam hisoblanadi. O'qib ishlamasdan, agar o'zingiz yaxshi ko'rib qiziqadigan va kelajagingiz shunga bog'laydigan bo'lsangiz, bunaqa darajada uxlaydigan yoki unaqa darajada qiynaladigan bo'lmaydi. Chunki meni taniydigan fanlarim hammasi o'qituvchilikka bog'liq. Men o'zimni kelajakda koreys tili o'qituvchisi sifatida ko'raman va hamma darslarim aynan koreys tili metodikasini, koreys tili dars o'tish uslubini chet elliklarga o'rgatish. Ularda men uxlay olmayman, chunki uxlashimga sababim yo'q va kelajakda men o'sha narsani o'rgatamanmi. Men qanchalik kuchli kadr bo'lishni xohlasam, demak u narsalar menga kerakligini bilaman. Menda faqat eng katta muammo uydagilarni sog'inish, chunki har bitta chet elga chiqqan inson va chet elda musofir bo'lib, shunchaki aylanishga emas, balki o'qish uchun yoki ishlash uchun chiqmoqchi bo'lgan inson baribir ham musofirlikni his qiladi va ota-ona sog'inchi hammada bo'ladi. Kelmoqchi bo'lganlarga ham shuni maslahat beramanki, aynan kitobiy koreys tili bilan suhbatni Koreyadagi koreys tili ancha farqi bor. Ya'ni siz xohlang qancha koreys tili kitobda o'rganing, lekin Koreyaga kelsangiz baribir qiynalasiz. Shuning uchun ko'proq koreyslar olib boradigan shoularni ko'ring, kinolarni ko'ring. Shunda ko'proq qiynalmaysiz gaplashishda Koreyaga kelganingizda deb. Va yana bitta narsa, ko'pchilik Koreyaga ingliz tili bilan keladi. Ingliz tili bilan kelish men xato deb o'ylayman. To'g'ri, koreys tilida o'qish qiyin, aynan ingliz tili bilgan odamga yana koreys tilini o'rganish qiyin. Lekin Koreyaga keladigandan keyin faqatgina o'qish bilan cheklanmaydi inson. Ishlash kerak, qo'shimcha ishlash kerak yokida qo'shimcha ishdan tashqari ham kundalik hayotda juda ham ko'p koreyslar bilan muloqotga keladi. Koreyslarni esa televideniyalarda yoki shoularda ko'ramiz, 90% koreyslar ingliz tilini biladi deb chiqarib berishadi, lekin asl hayotda unaqa emas. Koreys tili bilan yashab, ingliz tilida faqatgina 3 ta 4 ta so'z bilishadi, xolos, juda ko'pchiligi va ingliz tili bilan kelganlar juda ko'p qiynalishadi bu borada. Shuning uchun koreys tili bilan kelish maslahat bergan bo'laman.